Assalomu alaykum, Aliya Sultan 322 ta'am salonidagi barliq azizlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan pishiriq oilada tush tayyorlash usuli. Buning uchun kerak material 6 dona tuxum, 1 bal qo'shiq suvda, muvofiq miqdorda un, andan keyin 40 gram atrofida puroqsiz sumaya, tushitilgan sumay bo'lsa bo'ldi. Mush materiallardan foydalanib biz xamir yig'ib olamiz. Qiyamol ketadigan materiallar 400 gram shakar, 200 gram hasal. Onundan başka tuşunu bezash uchun muvofiq miqdorda oq kunjut bilan ko'k yemish ketadi. Bizlar 6 dan tuxumni chekib oldik, oq sariq aralash, suv mayni quydim. Endi buni undan aralashtirib olgandan keyin bir bal qo'shiq suvlarimizni soldim. Buni yaxshi aralashtirib olib, undan az silib buningga xamir yig'imiz. Azroq tuz serptimiz uchun bir bal qo'shiq atrofida tuz solamiz. Mana shunchalik atrofga tuz solsak bo'ldi. Tuz silib, ilashtirib o'tgandan keyin endi azdan un silib, xamirni yig'ib olamiz. Xamirning chang bo'shlig'i bek chang emas, bek bo'sh emas, lag'manning xamirda xamir bo'lsa bo'ldi. Hanım qizlar, xamirimizni yig'ib 2 dan zuvliq ayirib oldik. Buningga jami 700 gram un ketgan bo'ldi ya. Endi xamirimizni yo'g'antib, shu yoyimiz. Yoygan vaqtda xamirimizning nepizlig'i Uygurning xamiridan sal qiyinroq bo'ldi. Andan kesken vaqtimizda Uygurnikidek pek inchik kesib etmaymiz, sal to'baroq kesib, mayni qizitib, maydan o'tkazib pishirib olamiz. Xanım qizlar, xamirimizni Uygurning xamiridan qiyinroq yoygandan keyin shunchalik kanglik kesib, buni unda silkasak ajraydi bu mana. Iliq sozmiyan, ya'ni iliq shulti cho'p suvi qishini ko'rsatgan vaqtda bir xil kanglik yoydik-ku, ashunda kanglik yoysanglar bu mayga kirgandan keyin o'lab texim yaxshi bo'ldi. Endi budaqi qismida shu maydan qizartib pishirib olsak bo'ldi. Xonim qizlar, mayimizmi qizib tayyor bo'ldi. Endi xamirimizni solamiz. Xamirni solgan vaqtda bek diqqat qilinglar. May teshib ketmasin. Mayni shu undan qizitib turib, andan keyin qimsak. Bo'lsa azroq xamirni sepir havasini ko'rib edi, bek qizib ketdi. Andan keyin qilsak bo'ldi. Hozir sal sut keldi, shuni o'tsa ishtiratdim. Men az-azini silishimdagi sabab may teshib ketdi o'jimi, shuni azroqdan soldim. Oyildi qilgan bo'lgandan keyin mayni sal jiq qo'yib olsak ham qozondan teshib ketadigan ahvol bo'ldi. Xonim qizlar, men qiyomni endi tanishayapmiz. Bu qiyomning tarkibida 300 gram hasal, 400 gram shakar. Men boy xato deb qo'yibman o'lchamni. 300 gram hasal, 400 gram shakar qildik. Sus o'tdan shu boshda hasalni silib, andan keyin shakarni silib to'xtamay ilashtirib turamiz. Shakar butunlay erigandan keyin bu qaynashga boshlaydi. O'tni texmi pasaytimiz, vil qaynaydi bu. Qaynab ma'lum bosqichga yetgan vaqtda mush qo'shiqni qisaq, mush qiyomimiz bir temim oqadigan vaqtda bir piyola suvga, azroq suvga mushni temizsak, suvning tagida shu bug'doydek qossa, shu andan keyin qiyam tanshalgan bo'ldi. Ili qiyamning tanshalgan altini men yana bir ko'rsatib qo'yaman. Xonim qizlar, men qiyamimizning tanshalmaganini men qo'shib qaranglar. Qo'shiqdan hozir qiyam eqiyotdi. Mushu tasdirak oqqan vaqtda mana budaq qiyamni mana shuni masuv eqitimiz. Men qaranglar. Yeyilmadi qiyam. Ko'rdinglarmi? Faqat yeyilmadi. Men musholatga kelgan vaqtda qiyam tanshalgan bo'ldi. Xonim qizlar, mana tushimizni pishib tayyor bo'ldi. Buningga boy tanshilib tayyor bo'lgan qiyomimizni teksh to'kimiz. Tekshi to'kib olib, endi buni kepko'r yoki shundoq yapaloq kelgan narsalar bilan qo'limizni tiqsak, men qiyom bak qiziq bo'lg'achqa chatoq chiqadi. Ostidan ustiga bunda aralashtiramiz. Tekshi aralashtirib, mush qiyam cho'qqum yeyish kerak ekan, mush tuchqa. Butunlay yeyishgandan keyin endi patnusga buni tekshilab bossak bo'ldi. Qizlar, men patnusimizniki ham o yuziga, ya'ni men boshemonni bir qavat yeyib oldim. Endi menga o'xshash yemishni chechib olamiz. Bek chiroyli chiqadi tuchimizning yuzi. Yemishni chechib olgandan keyin andan keyin oq kunjutni azroq sepib etdim. Chunki men qetish bo'lgandan keyin mush tarafini yuzi qilamiz emasmi? Sepib etdik. Endi bu shuning ustiga boyiqi tuchimizni silib yeytimiz.
Bayıqı tuşumuzni ham shu tekshilab bo'lgandan keyin mana pozi bilan juma to'pisidan bosimiz. Bunda bosgan vaqtda bu tuz kesekdagi uyuydi mana ichida. Shunday yaxshi bo'ldi, ha? Hani tüpsüdün pozulap boğan ki manın oxşaş bir yapalaq tüz nəsi bilən çörsünü mında iştirib tüzləyimiz. Töt ətrafını oxşaş tekşilep çıxımız. Bu müşü hazır gündə müşü soğuqda bir balkonluğa açıq qoysulanlar 2 saatlan qetiş boğuduk. Bu hazırlam xeyli umdallı qetişdi. Anadayken özü bilən oxşaş çoğunluqdaki lis yoki petnuska örplan qısaq bayıqı yüzüdeki yemiş, küncüt degen oxşaş nəslər çıxıdı. Şunda görünüşüm şunda çıraylık, təmmi şunçilik isil bir xil tuş buldu bu. Ailesine baksanlar buldu. Düşenmegen orunlar bolsa muzakir salonda yani sorsanlar buldu. Allah emanet. Kızlar mana tuşumuz tayyor buldu ya. Mana men bu nimda qiyliqi rombi şekilli kestim, töpürcek kesmey. Özünler xalığan şekilde kessanlar buldu ucumu. İşqilib bu tuşumuz bek çıraylık hem təmlik tuş boptu. Ayıldı bir sınap yakışınlarını ümit qılma. Ders tamam.